Asti Qo'nchoq. Avtori Sherzod. 12-qism. Mustaqqa boradigan yo'l ular uchun shuncha uzun tuyulib ketdi. Van ustam zada qachon Mustaqqa yetib boramiz? Dedi Obida. Qizchaq, oldirma. Uzun o'tmay yetib boramiz. Aras, esimga kelganda saminglarga asib qo'yay. Biz bu qitim rastla o'yin qilmoqmidik. Bu qitim biz muhim ish bilan bordik. Masalani mening hamsavoq akam bilan ko'rishtiraman. Nima? Siz qayrining texa akisimi bormi? Dedi Obida. Ondaqda o necha asr yashagan adam emas-da? Dedi Malika ulabla. Qizchaqlar, sizlarning shu ig'zinglarni ba'zida rastla plaster bilan yemlab qo'yg'im keladi juma meni. Shunda qilib beqingchi, men atila bo'ri ishdan birini zanjir bilan bo'yningizga bog'lab qo'yaman. Bo'ldi, qizchaqlar, men sizlardan qo'rqqan bo'lay. Men yashinib qoldim. Meni unda qo'rqitmanglar. Van ustam bu gapni qilganda orqa tarafda o'ltirgan ikkisiga qarab qo'ydi. Undaqda aytingchi, hamsavoq akangiz rastilla kinolardagi daja umurtlarining oqsoqilidek necha asr yashagan odammi? Dedi Obida. Shundaq deyishkim bo'ladi. Ham shundaq emas deyishkim bo'ladi. Nima uchun bundaq deysiz? Dedi Malika chuchuk talaffuzda. Chunki u Malikaga o'xshash aslima partisi holatida yashayotgan mavjudot. Lekin mening hamsavoq akam rastilla shundaq yomon odam edi. Biz yosh chaqlarda ustam uni o'zining izbosar qilib bekitgan. Uning mahorati hamma shogirdlardan ustun edi. Shundaq bo'lg'achqimi, ustam uningga hammadan bak amroqdi. Ammo nima? Tez so'zlangchi. Dedi mashinaning orqada o'ltirgan ikki qiz ko'zlaridan nur chaqnagan holda. Ammo u uzun umr ko'rmadi. Menga o'xshash bir tarafidan uqishmay o'ldirildi. Buna sababini so'zlab kelsam, nihoyatmi uzun. Agar bilginglar bo'lsa, men sizlarga qisqacha qilib so'zlab beray. Albatta ba, oxirini tez so'zlangchi. Siz doim shunday azmlik qilasiz. Dedi Obida uningga qarab. O bir-biriga qarshi ayol mazhabning oqsoqolni yaxshi ko'rib qilib. To'g'ri. U oqsoqolning yeshi akam bilan taqdimatlik edi. U oqsoqolmo akamni shundoq yaxshi ko'rib qaptikan. Oxirda u ayol oqsoqol akam bilan tinish, oddiy turmush kechiraman deb oqsoqollik o'rinni tashlab etdi. Uning bu ishi u ayollar mazhabini patparaq qilib etdi. Bu ish tarqalib ketib, har mazhab orasida sharmandachilik deb qaraldi. Ustam shunda qardi. Shuning bilan bu ishni besiqtirish uchun akamni jazoladi. Ustam uning mahoratini yo'q qilib yetib, uni mazhabdan haydab chiqarganligini jakarladi. Bu akamga ig'ir kelib, og'riqchan bo'lib qoldi. Uningdan keyin u hiliqi ayol bilan oddiy turmush kechirdi. Shunda qilib necha yil o'tgandan keyin ustam og'riq sababidan o'rin tutib yetib qoldi. Hamda uzun o'tmay olamdan o'tdi. U o'lish oldida yana akamga o'rnini qoldirishni vasiyat qoldirdi. U bu vaqtda o'zining kimligini ba'zida esiga ololmaydigan bo'lib qolgan edi. O shu vaqtda mening qo'limni tutib turib, "Shucha, men o'lgandan keyin oqsoqollik o'rni san qoldi" deb bo'lib olamdan o'tdi. Amaliyotda u meni akam deb qolgan edi. Shunda qilib, ustamning vasiyatini amalga oshirish uchun biz akamni izladik. Lekin uni izlab topganda u ayol ikkisi olliburun o'lib ketibdi ekan. Biz ular turayotgan kentdagi kishilardan bilishimizcha, uning hiliqi ayoli o'ltirib o'tgan ekan. Tafsilotini ularmo aniq bilmaydi ekan. Biz buni anglab, u ishlarni qabul qilamadik. Biz mazhabimizning maxfiy mahoratini ishlatib, uning mazhabdagi vaqtdagi aslimasini bir hayot mavjudotga aylantirdik. Hamda uni mazhab oqsoqolligiga sayladik. U hozirgacha yashab kelmoqda. Lekin u ayol bilan bo'lgan ishini u butunlay bilmaydi. Amisi Malikimi boshqa odamlar tarafidan aslima parchisini ishlatib, hayot mavjudotga aylanganmi? Dedi Obida qiziqib. Yo'q. Malika bo'lsa nohaq o'lib ketgan. U bu dunyoga qiymagan bo'lganligi uchun uning kuchli irodasi uning aslimasini qaytadan hayot mavjudotga aylantirgan. Dedi Van ustam. Ustam, siz rastla hamma ishni bilasiz-chimi? Dedi Malika kulib turib.
Bu vaqtda osmondan qor tushishga boshladi. Malika bilan Obida 7-oyda yoqqan qordan ham hayron bo'ldi, ham xush bo'ldi. Faqat Wang ustam bilan alohida tarbiyalangan shofir ustamlar xo'shal emasdek turadi. Wang ustam shofirni mashinani to'xtatishga buyurdi. U tezlikda mashinadan tushib osmonga qaradi. Hamda o'z-o'ziga yana bir ish yuz bermsila bo'ladi-ku. deb tatib qo'yib mashinaga chiqdi. Ular yana safarni davomlashtirdi. Ularning oldida muzdaq ko'rinishga boshladi. Shunday qilib, ular uzun o'tmay muzdaqqa yetib keldi. Bu chaqda tush vaqti bo'lib qolgan edi. Muzdaq atrofi sayohatchilar bilan liq to'lgan edi. Biz tog'ning orqa tarafiga o'tamiz. Biz ko'rishmoqchi bo'lgan akamning Dovguan saroyi tog'ning orqa tarafida. Uning saroyini odatdagi odam topolmaydi. Biz birlikda u yerga yetib berishimiz kerak. Wang ustam shunday degenicha qo'shimizni turdi. Ular qo'rsqini astarlab bo'lgandan keyin Wang ustam Obida bilan uchaylan tezla yo'lga chiqdi. Shofir bo'lsa mashinaga qaraydigan bo'ldi. Ular uchaylan shundoq mang'ancha kechqurun aran tog'ning orqaga yetib bordi. Yana davomliq mengib Qingman deb yozilgan taxtay esilgan Dovguan saroyi ularning ko'ziga chiliqqanda ikki qiz xo'shalliqidan to'xtab qoldi. Hamda yugurishgunicha saroyga qarab yugurib ketdi. Hay, oldirmanglar, meni saqlab turinglar. Wang ustam shundoq degenicha ularning orqadan yugurib yurib ketdi. Ikki qiz saroy oldiga kelganda saroyning ichidagi manzaradan qo'rqib putlari titragunicha yerda o'ltirib qoldi. Wang ustam qadamini teximo tiz og'inicha saroy oldiga yetib kelib, o'mu hang-tang turib qoldi. Saroyning ichi o'lik jasadlar bilan to'lgan edi. U jasadlarning ba'zilarining kallasi kesilgan, ba'zilarining put-qo'llari kesilgan bo'lib, ishqilib bu manzara odamni shunchalik shurkandiradi. Buni ko'rgan Wang ustam tezli ho'shini tepib, saroy ichiga yugurib kirib ketdi. U saroy ichidan aksi shuchinni izlashga kirishib ketdi. Bu vaqtda uning ko'zayniki tushib qoldi. U ehtiyotsizlikdan ko'z aynigini dastlab sundirib etdi. Lekin buning bilan faqatla kori bo'lmadi. Aka, siz qayerda? U shundoq degenicha u yerdan bir boshni elib qaraydi, yana joyiga tashlab qo'yadi. Bu yerdagi boshni elib qaraydi, yana joyiga tashlab qo'yadi. Hamda u boshlarga qarag'inicha Aka, bu sizmi? Tugidi. Hammasi tugidi. deb baqatdi. Aniqki, uning ko'zi aniq ko'rinmaydi. Shundoq u saroy ichidagi uzilgan yoki uzilmagan boshlarning hammasini tafsiliy kuzatib chiqdi. Ularning orasida uning aksi Shuchinning jasadi aniqli yo'q edi. Buni bayqagan Wang ustam tatqanicha yerda o'ltirib qoldi. U shu o'ltirganicha o'z-o'ziga pichirlashga boshladi. Akam o'lmabdi. U shundoq vaqirganicha o'ltirgan yerida tortib o'tadi. Uning vaqirgan ovozi saroyni bir og'an edi. Eshik oldida qarab turgan ikki qiz yeli ham qo'rqinidan nima qilarini bilolmay qarabli turadi. Ularning ko'zlaridan munchoqdek yoshlar to'kilishga boshladi. Aniqki, u ikkisi ko'z oldidagi manzaradan shunchalik qo'rqib ketgan edi. Bu vaqtda saroyning ichidagi uyning ichidan birisining o'llik ovozda gap qilayotgan ovozi chiqib o'tadi. Buni anglagan Wang ustam o'rnidan sakrab turib ketdi. Akam texi o'lmabdi. Akam texi hayotgan. Akam o'lmabdi. U shundoq degenicha kichik bolalardek kulib, u uyning oldiga yugurib bordi. Aka, bu sizmi? U yana shundoq vaqirab uyning eshigini ochdi. Bu vaqtda uningga orqasini qilib o'ltirgan Shuchinning badanining mikro parchalarga parchalanib,
aslama parchalari holatiga kelib, shamolga agishib, ramdan osmonga ko'tarilib ketayotganligini ko'rdi. Bu vaqtda shu jinning ovozi yana quruq uyda anglanishga boshladi. Ammaqning bämigi bor. Bularning hammasi men topgan bola. Inim, sana yüz kelenmeymi? Bu ovoz quruq uyning ishikidan chiqib, butun Chingmen Daoguan sarayini bir og'an edi. Wang ustam qorong'u uyning ichiga qarab turganicha, xeyli uzoqcha qaytib turibla qoldi. Uzun o'tmay u sarayning ichidan o'tib, cho'ng eshikning oldiga chiqdi. Abida bilan Malika uni ko'rgandan keyin Wang ustam, biz Wang endi ustam, qanday qilamiz? biz endi qanday qilamiz? deb so'radi ikki qiz birla vaqtda. Wang ustam ularga qarab, Amdi, mening hamsavoq inimni izlab boramiz. deb qo'yib, ortiq gap qilmay oldiga qarab ketib qoldi. Ular shu mang'anicha atsi tushga yaqin ondan tog'ning kaynidan o'tib, tog'ning oldidagi sayohat rayoniga yetib bordi. Shopur bu vaqtda allaburun mashinaga chiqib, ularni saqlab turgan edi. U uchaylan mashinaga chiqqandan keyin shopur mashinani haydab mangdi. Wang ustam shopurga boradigan joyni aytgandan bo'lak ortiq gap qilmay, bir narsalarni o'ylayotgandek qo'shimizni turgancha uzundan uzunga jimjit o'ltirib ketdi. Abida bilan Malika uning jimjit o'ltirganligini ko'rib, ko'ngli yerim bo'ldi. Ular har xil amalni o'ylab baqatdi. Uni gap qildirish, uning ko'nglini xush qilish uchun har xil amallarni to'xtamay o'ylaydi. Wang ustam, men sizdan bir tepishmoq so'ray. dedi Abida. Lekin Wang ustam undamadi. Bir kuni matematika kitobining ko'ngli bak yerim bo'lib ketibdi. Bu nima uchun Wang ustam deb beqingchi? Lekin Wang ustam undamadi. Chunki matematika kitob qaytadan tuzilib, uningga yangi savollar qaydilib ketibdi. Abida shundoq dedi. Uni anglagan Malika qaqaqlab kulib ketdi. Biroq Wang ustam hech qanday ifoda bildirmadi. Bu vaqtda Abida o'xtatib qo'ydi. Ondan u bo'shashmay yana davomli bir yumur so'zladi. Bir kuni o'quvchi maktabga kechikib qolibdi. Muallim uningga qarab, achchiqlanib, nima uchun kechikib qolganligini so'rabdi. Yelimi bir haftada 7 kun bo'lib qolibdi ekan, bo'lmagan bo'lsa, tasqalatdan hafta 8 kun kechikib keli. Bugun yana kechikding-ku, qani bir sababini aytib baqa, agar meni qayli qila olsang bo'ldi, sana bugun ortiq gap qilmay. Muallim, men asli uydan shundoq aldirab yugurganimcha maktabga kelgan edim, lekin maktabga kirgandan keyin maktabning koridoriga chaplangan "Yugurmang, osti mengang" degan so'zni ko'rib, men qadamimni ostilatib, shundoq osti mengib sinfga kirdim. Shuning uchun kechikib qoldim. Debdi o'quvchi nihoyat astoydillik bilan. Wang ustam to'satdan. Topdim. Oxir topdim. deginicha varqirab xo'shal bo'lib ketibdi. Abida bilan Malika uning nima deganligini tushunmabdi. Men oxiri Aziz va uning olvostilarga qanday taqobil turishning amalini yana o'ylab turatdim. Wang ustam shundoq deginicha qaqaqlab kulib ketdi. Ondaqda nihoyat yaxshi bo'pti. dedi Malika uningga qarab. Qizlar chin o'ltiringlar. Bexatarlik tasmasini mahkam bog'layinglar. dedi Wang ustam orqada o'ltirgan Abida va Malikaga qarab. Mashinani texnik tezroq hayda. Biz cho'qim u yerga Azizdan va uning yaloqchilardan burun yetib berishimiz kerak. dedi Wang ustam shopurga qarab. Wang ustam, ajiba siz Chingmen sarayidagi ishlarni Aziz va uning alvostilari qilgan deb o'ylamsiz? dedi Malika Wang ustamga qarab. Qizchaq, to'g'ri topding. Bu ishni qilgani Aziz va uning alvostilari. Men saroyga kirmay turibla, eshik oldida turib ularning hidini purab qolgan. dedi Wang ustam astoydillik bilan.